Bugun tun juda tinch, shoshqaloq shamol ham yo'q. Faqat bir esaqning ovozi qulog'imga chalinyapti. Yo'q, bu mening esagim emasmi? Tezroq, qo'lni sindiryapman. Ichda bo'ylik bo'lish kerak. Sekinroq, uyg'onib qolmasin. Yo'q. Men sandiqdagi pullarni bu o'tagi daraxt tagiga ko'mdim. Eshitdingmi? Daraxt tagiga ko'mganmish. Qariya qanday saqchi bo'lmasa, o'zi aytib turibdi. Qatni qo'y, qazi. Bu sandiqdagi moyda-chuyda pullardan ko'ra yaxshiroq. Xotinimning o'zidan xazinaning jo'yini aytmaslik qanday yaxshi bo'lgan. Endi men bu o'g'rilarga xazinani ko'mgan jo'yimni qo'riqlashim kerak. Voy yigitlar, yaxshi dam oldinglarmi? Bo'g'imni juda chiroyli og'darib qo'yibsizlar-ki. Ertaga yangi ko'chatlar ekaman, to'g'ri bo'ldi-da. Men sizga o'g'ri kelganda nemo qilaman deganman. Pullarim qayerdaligini emas, sandigimda. Rahmat.